Qadrli kitobxon, Maryam vafot etdi. Ammo hayot davom etadi. Laylo va Tariq bundan buyog'iga nikoh o'qitib birgalikda yashashga qaror qilishdi. Ular farzandlarni olib Murniga yo'l olishdi. Bu haqidagi hikoyamizni marhamat tinglab dam oling. 4-qism 1-bob Xolid Husayniyning Ming quyosh shu'lasi kitobidan. Ba'zida Tariqning boshi yorilgudek darajada og'riydi. Laylo yarim kechasi uyg'onib ketganida Tariq maykasini boshiga tortib og'riqdan g'ujanak bo'lib yotganini ko'radi. Uning bosh og'riq dardi Nosir-bog'da boshlangan, turmada yanada kuchaygan edi. Ayrim hollarda hatto og'riqning zo'ridan bir ko'zi ko'rmay qolardi. Xuddi o'tkir pichoq bilan ikki chakkamni yorib, miyamni kavlashayotganga o'xshaydi, degandi bir gal Tariq. Og'zimdan zang mazasi keladi. Har gal shunday paytda Laylo sochiqni ho'llab uning peshonasiga bosadi. Gohida Tariqqa Saidning doktori yozib bergan oq rangli xabdorilar ham foyda beradi. Ammo shunaqa paytlar bo'ladiki, faqat chakkani mahkam qisib, qimirlamay yotishga to'g'ri keladi. Shunda Laylo Tariqning boshini silab, qo'llaridan ushlab oladi. Nikoh o'ziga uning kaftiga muzdek botadi. Ular Muriga yetib, birinchi kundayoq nikohdan o'tishdi. Said ham noshariy juftlikka boshpana bermaganidan xursand edi. Uning yuzlari Laylo tasavvur qilgandek qip-qizil, ko'zlari qisiq ham emas ekan. U uyga mulla va guvohlarni chaqirtirib, Tariqqa uzuk sotib olish uchun pul berdi. Tariq pulni arang oldi va Meylga yugurdi. Nikoh marosimi kechqurun bolalar uxlagan paytda o'tdi. Mulla kelin-kuyovning boshiga yashil yopinchiq tashladi. Ularning nikohi ko'zgu sahnada to'qnashdi. Bu nigohlarda alam ham, kulgi ham, abadiy muhabbat va'dasi ham sezilmasdi. Ko'zgu yoshgina chehralarda erta oralagan ajinlarni ayovsiz fosh etib turardi. Tariq nimanidir demoqqa og'iz ochganida kimdir yopinchiqni tortib oldi va Layloning xayoli bo'lindi. O'sha oqshom ular tunni ilk bor shar'iy er-xotin sifatida o'tkazdilar. Bolalar yig'ma karavotda uxlashardi. Yoshlik paytlarida Laylo va Tariq qanchalar sho'x, sarkash edilar. Bir-birlariga tegishib, hazillashar, ko'chalarni boshlariga ko'tarib, xandon otib kulishardi. Mana oradan yillar o'tib, ular bir-birining pinjiga kirishgancha sokin, tinch yotishibdi. Laylo jim, xuddi yuz bergan quvonchli hodisa qarshisida o'zini tamomila yo'qotib qo'ygandek edi. Sevgilisi Tariq endi yonida. Mana bir yostiqqa bosh qo'yib, qo'lni qo'lga berib yotishibdi. Yarim kechasi chanqab uyg'onganida ham Laylo qo'llar ajralmaganini ko'rdi. Tariq uning qo'lini xuddi havo sharining ipidan mahkam tutib olgan boladek ushlab yotardi. Muri Layloga yoqib qoldi. Tumaniga o'ralagan tonglar, tiniq va sokin shomlar, munavvar tunlar, yam-yashil archalar, daraxtlar tanasida o'rmalab yuradigan olmaxonlar, hammasi Layloni maftun etdi. Unda sayyohlar qadami ayrilmaydigan sovg'alar sotib olinadigan do'konlar, kichkina mehmonxonalar ham manzur bo'ldi. Layloga issiq va sovuq suvli, hamma sharoitlarga ega vannaxona ham yoqib tushdi. Adiba tayyorlaydigan xilma-xil yemaklarni ham yoqtirib qoldi. Ertalab Alyonani ma'rab uyg'otish ham unga qandaydir zavq bag'ishlardi. Ba'zan Laylo tinch, xotirjam uxlab yotgan bolalarni tikilib baxtdan boshi aylanib ketar, tomog'iga nimadir tiqilar, ko'zlari jiqqa yoshga to'lardi. Har kuni ertalab Laylo eri bilan xonalarni tekshirib chiqardi. Beliga xonalarning kalitlarini bir shoda qilib bog'laydi. Deraza yuvadigan suyuqlik idishini cho'ntagiga tiqib oladi. Har bir xonani supuradi, tozalab chiqadi. Ortidan xo'mraygancha zalmay ergashadi. Tariq vannaxonalarni tozalab chiqadi. Linoleumlarni yuvadi. Sochiq va choyshoblarni almashtiradi. Aziza esa oynalarni tozalashda oyisiga yordam beradi. Nikohdan bir necha kun o'tgach, Laylo Azizaga Tariq haqida bor gapni aytib berdi. Qizig'i, ota va qiz juda tez til topishdi. Aziza otasining har bir istagini og'zidan chiqmay turib bajaradi. Stol atrofida o'tirganlarida ular xuddi bir umr birga yashagandek sirli kulimsirab qo'yishadi. Oyisi Azizaga
u haqida gapirib berayotganida qiz qo'llaridan ko'zini uzmay o'tirdi. Menga yoqib qoldilar, dedi u sipolik bilan. U seni juda yaxshi ko'radi. O'zlari aytdilarmi? Aytmasa ham bilinib turadi-ku. Menga hammasini aytib bering, oyijon, bilgim kelyapti. Laylo shu tariqa unga bor sirni oshkor etdi. Sening otang dunyodagi eng yaxshi odam. Endi bizni tashlab ketmaydilarmi? Hech qachon. Menga qara, otang seni hech qachon xafa qilmaydi, tashlab ham ketmaydi. Azizaning yuzi quvonchdan yorishib ketdi. Layloning esa negadir yuragi uyushdi. Tariq Zalmayga tebranma ot olib berdi. Aravacha yasadi. U turmada qog'ozdan sher, kenguru, ot va qushlar singari har xil jonzotlarni shaklini yasashni o'rgangandi. Ba'zida Tariqning ishi uzoqqa cho'zilib ketsa, Zalmayning toqati toq bo'lar va uning qo'lidagi qirqilgan qog'oz parchalarini tortib olardi. Eshak, deb baqirardi u. Kerakmas menga sening o'yinchoqlaring. Zalmay bunaqa paytda Layloning tepa sochi tikka bo'lardi. Qo'ya ber, xotinini xotirjam qilardi Tariq. Hech qisi yo'q, bo'ptiradi. Sen mening dadajonim emassan, derdi Zalmay alam bilan. Mening otam uzoqqa ketgan. U qaytib kelsa, sen esa qochib keta olmaysan, chunki sening oyog'ing bitta, dadamniki ikkita, xo'pmi? Laylo yotish oldidan Zalmayni quchog'iga olib, birgalikda shaytonga qarshi duolarni o'qishadi. O'g'lining doimiy savollariga esa bir xilda javob qaytaradi. Dadajoning uzoqqa ish bilan ketgan. Qachon qaytishi noma'lum. Aynan ana shuning uchun ham Laylo o'zidan ijirg'anadi. Lekin shunisi aniqki, u o'g'lini ancha payt aldab turishi kerak. Zalmay ham katta bo'ladi, maktabga boradi. Yolg'on esa yo'qolib ketmaydi. Rost, vaqti kelib o'g'li otasini ham kamroq so'raydigan bo'lib qoladi. Yoshi o'tibroq qolgan yo'lovchilarning ortidan ota deb yugurmay qo'yadi va ajoyib kunlarning birida qor bosgan baland cho'qqilariga tikila turib hayrat bilan barcha dard alam ortida qolganini, jarohatlar bitganini, rashkning qiyofasi xira tortib, sahna ortiga chekinishini tushunadi. Muri Layloga yoqardi, ammo baxt osmoni bulutsiz bo'lmaydi. Hammasini hisob-kitob qiladigan payt keldi. Dam olish kunlari Tariq Laylo va bolalarni olib shahar aylanishga chiqadi. Turli mayda-chuydalar bilan savdo qiladigan do'konlarga to'la Meyl ko'chasini kezishadi. Tariq bolalarini kabob bilan mehmon qiladi. Ko'chalarni mahalliy aholi vakillari, uyali telefonlar va kameralar ko'tarib olgan yevropaliklar, issiqda tog'dan qochib kelgan panjobliklar bosib ketadi. Avtobus bilan bir marta Kashmir Pointga ham borishdi. Bu yerdan ko'm-ko'k archalar bilan qoplangan Jalum daryosining so'lim vodiysi yaqqol ko'zga tashlanar ekan. Aytishlaricha bu yerda haliyam maymunlar sakrab yurisharmish. Muridan 30 chaqirimcha masofadagi Natyagali kasabasida ham bo'lishdi. Bu yerda 19-asrda qurilgan gubernator qasri, inglizlarning eski qabristoni ham o'rin olgan. Laylo ba'zida do'konlarning oynasida o'zi, bolalari va Tariqning aksini ko'rib, yuragi orziqadi. Tuppa-tuzuk g'am-tashvissiz oila. Ba'zida Aziza kechalari qo'rqinchli tush ko'rib, baqirgancha uyg'onib ketadi. Laylo uning boshida o'tirib, ko'zlarini artib qo'yadi, bag'riga bosib uxlatadi. Layloning tushiga ko'pincha Qobul kiradi. Rashidning uyini, zinalardan 2-qavatga chiqib borayotganini ko'radi. Narigi xonalardan dazmolning kiyimlar ustidan shig'illab yurgizilishi, eski xirot qo'shiqlarining xirgoyisi eshitiladi. Laylo eshikni ochadi, ammo hech kimni ko'rmaydi. Laylo ko'z yoshiga belangancha uyg'onib ketadi.